Sharqiy Turkistondagi zulmda, ya'ni odamlar o'ldirilishi bor, boshqasi bor. U ham juda ham, ya'ni fojiali holat, lekin undan ham battari ularni tiriklar shunday tushunchasini o'zgartirishyapti. Shu konslagerlarda o'tirgizib olib, kun bo'yi propaganda qildiriladi. Na din, na millat, na hamma yo'qni unutib, shunday xitoylik bo'lib chiqadi odamlar. Shunday xitoylik millionlab odamlar shu nimalarda, konslagerlarda. Aytganingizdek, bir bloger O'zbekistondan boribdi Xitoyga. Uyg'ur mahallalarida yuryapti, Uyg'ur tilini bilishmaydi. Xitoycha gapirsa, Xitoycha javob qaytaryapti. Yuzidan bilinib turibdiki, Uyg'urni bolasida, lekin Xitoycha javob qaytaryapti. Bilishmayapti, hozir Xitoycha gaplashib ko'ring. Nechi so'ylar? 8 yoshdaman. O'zbekcha gapiryapman, Uyg'urlar tushunmayapti. Balki yosh bolalar uchun bilmayapman. Lekin har bitta Uyg'ur hammasi biz o'zbekcha gapirsak, hammasi xitoycha gap atvet qilyapti-da, tushunyapsizmi? Keyin biz aytyapmiz, sizlar Uyg'ursizlar, nimaga bizga Uyg'urcha gapirmayapsizlar deb biz siqilib gapiryapmiz-da. Va masjidlarni ko'rsatyapti, namoz vaqti ochilar ekan, pasportini ko'rsatib chollar kelar ekan faqat. Ya'ni shu darajada bir zulm. Bu yerda ham Xitoyda prezidentning rasmi turadi. Ha, Alloh musta'an.